Qadimiy temir ustun. Hindiston poytaxtining asosiy diqqatga sazovor joylaridan biri. Ustun 600 yil oldin qurilgan, lekin chirilmaydi. 16 asr oldin metallurglar qanday qilib zanglamaydigan qotishma olishganligi sir bo'lib qolmoqda. Biz qadimgi zanglamaydigan po'lat sirini oshkor qilamiz. Rossiya. Boltiqbo'yi qirg'og'ida joylashgan harbiy qal'a. 19-asrda qurilgan. Tashqarida qurol batareyasi qalin temir plitalar bilan himoyalangan. Metall doimo dengiz suvi va yomg'ir suvi bilan ta'sirlanadi. Ammo metall chirilmaydi. Garchi u metall uchun juda qattiq sharoitlarda bo'lsa ham. Odatda metall mahsulotlaridagi harflar kuyish jarayonida chiqib turadigan qilib tayyorlanadi. Bu keyinchalik qattiq temirdan parchalashdan ko'ra ancha osonroq. Deli shahridagi ustundagi yozuv soxta. U keyinchalik yozilgan. Hindistondagi temir ustun va Rossiya harbiy qal'asi bir xil temirdan, bir xil texnologiya bilan bir vaqtning o'zida ishlab chiqarilgan. 19-asrda qal'aning qurilish sanasi to'g'ri ko'rsatilgan va temir ustun 1,5 ming yillik yoshga ega deb hisoblandi. Bu qadimgi zangsiz temir texnologiyasining siridir.